Ne kadar zo'r ona hurmati, ona ishqi quyoshdek porlar. Ona desa oyoqqa turar butun maxluq, barcha jonivor. Ona desa ta'zim qilur xalq, ona desa tog'lar egar bosh, ona desa cho'l guliston bo'lur, ona desa suvdek erir tosh. Ey siz, onalarning mehribon, iliq, aziz sinasidan oqsut emganlar. Ey siz, onalarning subhi damlarda shirin allasini tinglagan jonlar. Shu ona hurmati, ketmang yiroqqa, shoshiling onaga ta'zim aylamoqqa. Dunyoda mehnatdan kuchli nima? Shirasiz aytishdan tolmaymiz ham, o'zi bog'lab tursin mehr va didor. Assalomu alaykum yoshlar, bormisiz? Omonmisiz? Ayni sizlarga didorlashib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Bugun 12-oktyabr sanasi. Baxtli kun, shukronalarni qarshi olib turgan yana baxtlilarni tabriklash uchun sizdan energiya olyapmiz. Qarangki, Sirojiddin otamiz shukrona kunlari. Nasibaxon opamizni 60 yoshlik yubileylari munosabati bilan sevgilari Diloraxon opamizni, jiyanlari Dildoraxon, Maftunaxon eng go'zal tashakkur, ehtiromlarni yetkazamiz. Demak, kuzatishda davom eting va biz bilan birga bo'ling. Asosiysi, ular kutilmaganda jigarlar surprizini aylanamiz. Ming rahmat. Sog'lik sizga hamroh bo'lsin. Ota-onaning baxtiga farzandlar omon bo'lsin. Assalomu alaykum mehribonlarim. Shiraso'z lutfidagi hamkorlarim. Assalomu alaykum bizni kutganlar, kutmaganlar, mehrini yo'limizga tutgan barcha qadrmonlar, aziz qadrdonlarimiz. Barchangizga bugungi to'y shukuhi muborak bo'lsin. Sizlar 12-oktyabr sanasi didorlashib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Qarangki, bugun Fayzi Ostona, oila degan buyuk saltanatning qo'rg'onning ustuni bo'lib turgan Sirojiddin otamizni bugungi shukronalik kunlari bilan chin dildan muborakbod etamiz. Ularning umr yo'ldoshlari, suyukli rafiqalari, xonadonni baxtga, barakatga to'ldirgan duogo'y farishtasi Nasibaxon onajonimizni 60 yoshlik yubileylari bilan chin dildan tabriklaymiz. Bugün deyimiz buyursun farzandlar kamolini ko'rmoq. So'ngsiz mehnatlar qildingiz gashtini surmoq, ilohim qo'shcha qarilar qo'shib bir bo'lib, xonadoninglar to'lsin, yor o'lanlarga. Tilagimiz o'chmasin yongan chiroqlaringiz. Hamisha porlasin chashma charoqlaringiz, magar chinor bo'lsanglar, chinorda yashanglar. Bevaqt uzilmasin biror bir yaproqlaringiz. Bugungi shukuhli ayyom muborak bo'lsin. Nasiba opajon, o'sha mashhur savol bilan har ikkalangizga yuzlanan ekanmiz, surprizlar kutganmidingiz? Kutmagandingiz? Sizchi Sirojiddin ota? Kutmagandingiz. O'ylab ko'ringchi, bugungi surpriz kim tomonidan bo'lishi mumkin? Rossiyadan kelgan jiyanlar. Bu meropриятияni bilaydim. Uning qilishini, surprizni jiyanim qilganini tushundim. Demak, jiyanim qildi deyapsiz. Bilasizmi, ayni sahifamiz qahramoni bir satrni keltirishimizni iltimos qildilar. Hech kim menga berolmas ozor. Qiymatimni qilolmagay xor. Qo'rqmagayman hech qanday darddan. Ishonganim, jigarim, opajonim bor degan. Sevgilingiz Diloraxon opamizni, jiyaningiz Dildoraxon, Maftunaxon eng go'zal ehtiromlari, tashakkurlarni qabul aylaysiz. Bilasiz, azizlarim, onasi borni, opasi borni, onasi ikkita bo'ladi deyishadi. Onadan keyin turadigan kichik ona opalar hisoblanar ekan. Shu bois sahifamiz qahramoni, bu mening onam taronasini aytib bering, zero onajonimni his qilay. Ularning sehrli ko'zlariga qarab, mehrli so'zlariga qarab, bag'rimga bosib, onajonimdan qolgan yodgorim deya bor iltifotimni ko'rsatay dedilar. Shunday ekan, agar mumkin bo'lsa, qo'linglar bo'sh bo'lsa, bitta guldiraz qasidani qarshlatib qo'yamiz va eng chiroyli guldastalarni mehrli muhabbatni dil istaklarga yo'llab qo'yamiz.
pastda ham. Onamiz umrlari sog' bo'lsin. Muhabbatga so'z aytsangiz, onadan Iron, dinimizga men isman. Onani sevmaydigan insonni muhabbati yolg'on bo'ladi. Onamiz umrlari uzoq bo'lsin. Mehmonjo'larimiz bugun Mashhur Fayzli xonadonga bu mening onam ko'rsatuv ijodkorlari Sirojidimni tayyorlarda turib o'ylaydi. Tashrif buyurgan bitta maqsad, bitta muddo bilan xonadonda mehr muhabbat bir umrga mustahkam bo'lsin. Har bir xonadonda yosh kunlar bardavom bo'lsin. Yosh kunlarda sizlar izzatda biz san'at ahli doim xizmatinglarda bo'laylik. Endi Sirojidin ota, Nasib opajon, ruxsatingiz bilan qo'limdagi ushbu ajoyib nomalar bor. Ko'zingizga qarab aytolmagan dil istaklari, barcha dunyodagi iliq so'zlar, ezgu samimiyatlar yozilgan ushbu maktubni sizga o'qib eshitiraman. Jigarlarni eng go'zal ehtiromli deb qabul aylaysiz. Asli g'animatimiz bir-birimizga. Dunyoda mehrdan kuchli nima bor? Shirin so'z aytishdan tolmaymiz zinhor. Bizni bog'lab tursin. Mehr abadiydor. Opajonim, siz dunyodagi eng mehribon opasiz. Rahmatli onajonimdan qolgan yodgorim, bitta qonim, bitta jonsiz. Ko'zimda yosh ko'rsa qalbi vayronim. Poyingiz jannatim, siz qiblagohim. Ko'ngil bog'imdagi xushbo'y rayhonim. Opajonim meni, jannatim meni. Sog' bo'ling, hamisha salomat bo'ling. Siz ham nabiralar kamolini ko'ring. Uchib yuring, doim qanotim bo'ling. Opajonim meni, jannatim meni. Mendan ko'proq o'ylaganim, har kuni yo'llarimni poylaganim, har onda duolarimni yo'llaganim. Opajonim meni, jannatim meni. Bilasizmi? Opa singillar suhbat qilganda hatto farishtalar soat bellarni to'xtatib qo'yar ekan. Bugun siz dunyodagi eng mehribon farishtamsiz. Yaxshiyam siz borsiz. Yaxshiyam sizdek opam bor. Men judayam faxrlanaman. Sizlarni judayam yaxshi ko'raman. Pochchajon bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Yaratgan suygan bandasi, payg'ambar ummatlari qatoridan bo'ling. Istagimiz yuzlarga kiring. Bizni oilamizni, sulolamizni eng katta vakilisiz. Nasib bo'lsa, to'ylarimizda bosh bo'lib, davronlarni surib kiring. Eng avvalo opam bilan o'zinglar qo'sha qaranglar. Nabiralar, evaralar, chevaralar, begona yetomdan itarvaralarga ham qo'shmoqdan Alloh sizlarga bersin. Inshaalloh istagimiz, tilagimiz duodan ijobati yolg'iz Allohimdandir. Opajonim bilan birgalikda qadamingiz muqaddas Ka'baga yetsin. Hojilik maqomlari bilan Alloh sizni siylasin. Sizlarni judayam yaxshi ko'ramiz degan bugun ikkala jiyaningiz Dildoraxon, Maftunaxon shular bilan birgalikda Dilorxon sevgingiz bo'ldilar. Lekin muhtaram aziz mehmonjo'larimiz, kelingki biz ming marotaba gapirganimiz bilan Dilorom opamizni ham qalbidagi eng chiroyli niyatlari siz uchun atalgan bo'lsa, bo'lakcha tilaklari bo'lsa ajab emas. Agar qo'linglar bo'sh bo'lsa, bitta raskasiyani qaslatib qo'yasiz.
Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun pochcham tug'ilgan kunlari ekan. Pochchajon, tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Ballaringizni boshiga, opamni boshiga sog' bo'ling. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatingizga yeting, millaga kiring. Opajon, ham ayamsiz, ham opamsiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Albatta bu qarsaklarga arziydigan chiroyli so'zlar bo'ldi. Obrijoniylar ziyoda bo'lsa, agar bugun Nasib opa, Sirojiddin aka xursand qilib, bugun jigarlarni surprizi bilan oz bo'lsa-da yuzingizda samimiy tabassum yugurgan bo'lsa, qalbingizga oz bo'lsa ham shodlik urug'i kelgan bo'lsa, bilingki biz maqsadimizga to'la to'kis erishdik. Sizga bugun iliginimiz jigarlarni qalbidagi eng go'zal ilitnomalari va go'zal hadyalar edi. Muhtaram aziz mehmonjonlar, oldinga teng vaqtinglarni olib qo'ydik. Ming bor uzr so'raymiz. O'z navbatida yuqorida aytganimizdek yaxshi kunlarda diydorlashni Alloh siz va bizga nasib etsin. Shunda minnatdorchilik bildiramiz. Premier studiya professional operator yigitlariga, Qahramonjon Xayrulla Ipochlar, bir guruh san'atkorlar ahliga, siz aziz mehmonjonlarga, qolgansa ustozimizga teng ajoyib so'z ustasi Mahliyoxon opamizga minnatdorchilik bildirar ekanmiz. Har biringlar bilan yaxshi kunlarda diydorlashni Allohdan so'rab qolamiz. Yana bir bor shukuhli onlar, saodatli kunlar qutlug' bo'lsin. Salomat bo'linglar. Tashakkur, qarsaklarni qarsaklatamiz. Yaxshilar, Sirojiddin aka. Bir daqiqa. Azizlar, bugun Nasib opamiz bilan Sirojiddin akamizni turmush qurganlariga 40 yil to'libdi. Bitta qarsaklarni gulduros qarsaklarni qarsaklatib qo'yamizda yulduzli mehmon san'atkorimizga navbatni beramiz. Sherzod Jalilov. Diqqatingiz, e'tiboringiz markazida. Marhamat. Nima desam, avvalambor tabriklayman tug'ilgan kunlar bilan akanglar. Juda xursand bo'ldimda, chunki men o'zim radio o'zimizda bu yerdan chiqqanman. Hamma tanish, qansaylar, hamma tanish mana yangilar, hammasi tanish mana yoshligi 15 yilgacha shu radioda o'tgan. Sizni tabriklayman. Aka, bugun shunaqa chiroyli kun qarang. Lekin sizning nomingizdan farzandingizga atalgan sho'ro. Shuni ijro etib beraman. Marhamat davrasin aka. Светит небеса, счастье вижу я в дорогих глазах. Он родился, стал каждый человек, ждет на счастье еще нужно на мой век. Холоден для цвета истинно ими, здесь